Men hayron qoldimda sizdan. Belki yanıma hech kimga aytmadim. Aha. Даже ota-onamga ham aytmadim. Operatsiya bo'layotganingizni ham hatto Yaqinlarimga aytmadingiz. Aha. Belki kelishim o'zim tayyorlab boshqa qildim. Aha. Taqdirga tan berib, oxirgi savol olaman deb keldim. Hech kim Chiqsa chiqdi. kelin ham chiqmasa bilmaydi yo'q. hozir. Yo'q. Endi xursandchilikda aytasiz. Ha, aytaman. Nima deysiz? Bolalarimiz bo'larkan deb aytaman. Xuddi jannatga lotereya yutganday bo'ldi. Voy mashalloh. Do'stlar, bu quvonchli ko'z yoshlar. Buni bir necha yillardan beri farzand ko'ra olmayotganlar insonlar his qiladi buni. Bu baxtni eshitib turibsizlar. Jannatga kirganda qandaydir xursand bo'lib kirsa, odam tasavvur qilish bo'yicha xuddi shunday bitta tasavvurga ega bo'ldi. Ayol kishi ham chiroyli sabrni ortidan shu insonni qadrlab kelganligini mukofotini beradi. Faqat